To'g'rimi? Ha, yo'q. Assalomu alaykum bozor trendi kanali obunachilari hamda YouTube chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Bugun 25-noyabr sanasi 2025-yil akalar. Biz hozirda Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Marksda Oshiq degan qishloqda biz akalar, hurmatli tomoshabinlar. Rustam akani mol fermalarida biz. Hurmatli akalar, videoga bittadan like bosamiz va to'liq yaxshilab tomosha qilamiz. 200 ta qo'zi qo'chqor bor, hurmatli akalar. Narx 200 ta barrasidan mana ko'rib turibsizlar akalar. Hammasi but-butun, nasib bo'lsa xudo xohlasa uyoltirmaydi akalar. Narxlari ham joyda, bittadan like bosamiz, hammaga nasib qilsin akalar. Kitob tumani Marksda Oshiq degan qishloqda Rustam akamizni mol fermalarida biz hozir yonimda ishchilar turibdilar. Farruh aka shu kishi bilan savol javob qilib video obzorda ko'rsatib beramiz akalar. Farruh aka charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Nechi bosh bor? 200 ta dedingiz a? 200 ta aka. Ha, yoshlarni aytib o'ting. Yoshlar aka shu yilga bahorga qo'zi qo'chqor. Shu bahorga tug'ilgan qo'zi qo'chqorlar shu yilki. Shu yilga. Ha, bo'ldi, tushunarli aka. Mana hurmatli tomoshabinlar, buni qaranglar. Hammasi ham bir-birovidan zo'r. Hurmatli akalar, bitta ham sotiladi, 10 ta ham sotiladi. Xohlasanglar 200 tani bir joyga olinglar. Qizig'i yo'q. Bemalol ekrandagi Rustam akaning telefon nomerlariga telefon qilib murojaat qilinglar, bozor trendi kanalidan deb. Mana akalar. Oho, buni qaranglar. Uch oy uzog'i 4 oyga tayyor bo'ladi. Ha, Farruh aka? To'g'rimi? Bular hozir yarim tayyor holda akalar. 3 oy 4 oyga tayyor bo'ladi. Yaxshi variant. Hozir turish a? Hozir turishi 35 kilogacha bor edi. Hurmatli akalar, hozirgi turishi 25 kilodan 35 kilogrammgacha suyagi bor qo'yiladi, qo'zi qo'chqorlarda akalar. Bu yog'i 3 oy 4 oygina mehnati bor bo'lishi. Hurmatli akalar, xullas tanishlarimiz bo'lsa aytamiz, videoni tarqatib qo'yamiz. Kelib iloji bo'lsa savdo qilinglar. Uzoqdagi masofalar bo'lsa bemalol onlayn ham savdo ketaveradi akalar. Hammasi butun sog'lom bana. Hurmatli obunachilar, 25 kilodan 35 kilogacha suyagi bor. Katta kichikligiga qarab qo'zi qo'chqorlardi akalar. Mana akalar. Hamma ishlar bajarib bo'lingan ekan aka. Yunlari qirqilib. Mana hurmatli akalar. Mana. Endi akalar narxlari keladigan bo'lsak, kelishtirib aytamiz narxlarini. 3 million 500 mingdan 4 million 800 ming so'mgacha katta kichikligiga qarab so'raysizlar. Kami bor, kelishiladigan joylari bor akalar. 3 million 500 mingdan 4 million 800 ming so'mgacha. Hurmatli akalar, xullas ko'rib turibsizlar. Hammasi 100% sog'lom, misol uchun ko'ngillaringiz to'q qilaveringlar. Aybi yo'q, kasalligi yo'q. Mana mol bozordan olganlaringiz yo'q. Ko'rinib turibdi akalar. 200 tasini ham olaman deganga, barini bir joyga 4 milliondan baraka ketdi akalar. Katta kichigi quyuq suyuq ichiga 4 million so'mdan baraka ketdi. Kommentariy yozib qo'yinglar akalar, iloji boricha. Baribir oldidan ko'rgan boshqacha qo'yiladi. Mana akalar. 3,5 milliondan 4 million 800 ming so'mgacha kami bor. Kelishiladigan joyi bor. Xayrli o't berilar akalar. 200 tani ham olaman deganga 4 milliondan baraka ketdi. Hurmatli akalar.
Mana akalar. Qo'yiladi yeb ichishi. Mana unisi ustida chiqib qolgan.